أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaga hamd sana maqtovlar Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ixlos ko'ngil to'rlarimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz bo'lsin. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala bizga jibargan buyuk qo'noqning so'nggi kunlari yaqinlasha. Shusha so'nggi kunlarida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ayrushada uyov edi. Ham aytilar G'aysha radhiyallohu anhadan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam so'nggi 10 kuni jetgach o'zining izorini qisib qo'ya edi. Izor degan so'z ul endi bilbov simon. Ya'ni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ayrushada shusha 10 kunni ixtibor bilan aning tunlarini namozda, ibodatda o'tkazadi. Rabbimiz Alloh subhanahu va taala Qur'oni Karimda ayta: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Ya'ni Alloh subhanahu va taala eng birinchi Qur'oni Karimni Qadr kechasida indirdik deya. Ham bilasizmi so'ng? Va ma adraka, ya'ni kim bila narsa ul Qadr kechasi? Qadr kechasi ul 1000 oydan da xayrliroq. Ham shusha kechada Allohning rahmati bilan tanazzalul malaika, ya'ni yer yuzina farishtalar ingarlar. Va ruhu degani ham ular bilan birga albatta farishtalarning ulug'i bo'lgan Jabroil alayhissalom da yer yuzina ingashak. Ham shusha Qadr kechasida shusha farishtalar ingib salamun hiya hatta matla'il fajr, ya'ni tong bilina boshlaganchaga qadar, fajr bo'lganchaga qadar endi shusha kechda, shusha kechada iminlik bo'lar jamoat. 20-Ramazon tunida shusha Qadr kechasi bo'li ehtimoli zo'r. Lekin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shusha Qadr kechasini tok kunlarda izlagiz dedi. Ya'ni Ramazon oyining so'nggi 10 kunligida tok bo'lgan kunlar 21, 23, 25, Şolay yoq 27si ham 29-kechalarda. Albatta jamoat shusha Qadr kechasining ya'ni xayrun min alfi shahr degan bir ulushi bor. Bir kecha 1000 oydan da xayrliroq. 1000 oy yaqincha 83 yil umr. Shunga ko'ra bir kechada qilgan ibodat, o'qigan 2 rakatli namozimiz 1000 yilga teng. Shusha kechada o'qigan Qur'onimiz 1000 yil Qur'on o'qiganga teng. Shusha kechada aytgan zikr tasbihlarimiz 1000 yil aytgan zikr tasbihlarga teng. Shunga da Rabbimiz Alloh subhanahu va taala bizga o'z umrimizda shunday mumkinlikni bera. 10 kunnigina bo'lsa da sabr etib, kunlarin urazada, tunlarin ibodatda o'tkara olsak inshaalloh, Rabbimiz Alloh subhanahu va taala bizga Qadr kechasi ajr savoblarini bersa, inshaalloh 83 yil kun sayin umrimiz bo'yi ibodat qilgan ajr savob olamiz inshaalloh. Bu narsa ishonishana jamoat qarag'iz. Bizga qadar yashagan payg'ambarlar Nuh alayhissalom ul endi 950 yil umr kechirdi degan rivoyat bor. 950 yil bo'yi ibodat, 950 yil bo'yi o'qilgan namozlar, Allohni zikr etuvlar, ko'pmi amal ibodat qarag'iz. Ko'pmi amal ibodat bilan qiyomat kunni kelashak Nuh alayhissalom, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zining ummati to'rinda alarning umri qisqa dedi. Alarning umri 60 bilan 70 orasida, ya'ni 60-70 yil yashab ibodat qilgan kishi bilan 950 yil ibodat qilib yashagan kishining amallari albatta yer ham ko'k orasi bo'lirga mumkin. Lekin Alloh subhanahu va taala shusha orani tegizlaw uchun ham bizga ko'proq ibodat qilish uchun Ramazon oyin berdi. Shusha Qadr kechasini berdi. Ham shusha Qadr kechasida bizga Alloh subhanahu va taala mumkinlik berdi. Ibodatda o'tkazib, shunday zo'r darajalarga erishirga. Shunga da Rabbimiz Alloh subhanahu va taala har biri bizga
кадер кичәсен табарга, шушы кадер кичәсен гыйбадәттә үткәрергә насыйп әйләп, инде һәрберебезгә, инде Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәрберебездән разый булсын. Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тааля кылган изгелекләребезне, гамәл гыйбадәтләребезне кабул итеп, һәрберебезгә җәннәткә райян ишекләре аркылы керергә һәм үзенең җәннәтендә дә бергә күрешергә насыйп әйләсен. Раббана аманна фагфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана ма'ал абрар. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.